Mahallamizda 2893 ta aholi bo'lib, nogironligi bo'lgan shaxslar 43 nafarni tashkil etadi. Bundan tashqari mahallamizda hozirgi kunga kelib kambag'allik reyestrida 35 tani tashkil etyapti. Turg'unoy bilan o'sha yakka tartibda suhbatlashib, o'zining qiziqishi nimaga qiziqishini so'raganimda, o'tikuchilikka qiziqishi, agar o'sha moddiy rag'bat berilsa, yoniga ishchilar olib ishlashini aytgandi. Faoliyatim davomida mana shu Tut mahallasining aholisini xonadonbay kirib, har bir shaxsning o'zi bilan yakka tartibda suhbatlar olib borib, ularning muammolarini o'rganib, o'sha ijtimoiy xizmat va yordamlarni ko'rsatib kelmoqdaman. 2025-yil fevral oyida Tut mahalladan ijtimoiy yordam yo'nalishi bo'yicha foizli 50 million so'm kredit ajratildi. Hozirda 4 ishchi bilan ta'minlanganmiz. Uzun market platformasi bilan shartnoma asosida xalatlar, pastellar hamda bolalar kiyimlarini yetkazib beryapmiz.